Adam ishga ketolma. Ishga ketaman deysan, sen ham erkakmisan. Ikkita bolani otasisan. Mana yangi uylangan bo'lsam, Oybekjon ro'zg'orda qilyapti. Sen ham bir erkak bo'lib turib ishlab bir ro'zg'orlik qilib kelmaysan, ikkita bolang bilan qo'shib seni boqamizmi endi? Ertaga uyni bo'shatib qo'y. Menga qara, nima qilib o'tiribsan? Qo'lingda tayinli ish bor edi. Akang har kuni ishlaydi, mehnat qiladi. Seni ham tuppa-tuzuk ishing bor edi. Sen oilalisan, bunda bir o'ylab ko'r nima qilayotganing. Ata, kelinlaringiz bor, nevaralaringiz bor, ularni oldida sharmanda qilmang. Aralashmasan. Korxonalarga ishchi kerak ekan. Meni IT bo'yicha, marketing bo'yicha tajribam bor. Agar imkoniyat bersanglar, ishimni ko'rsatardim. Mayli, bugundan boshlasangiz bo'ladi ish. Xo'p bo'ladi. Mashinamni arendasini bera olmaganimga olib qo'yishdi. Mayli, qilmang, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Nega ukangizga aytmaysiz? Bog' kelganda, tekin tomon yotganda qarashdingiz, boqdingiz, oyoqqa turishga yordam berdingiz. Nega aytmaysiz? Hozir bitta mashina olib bersin sizga. Ishlar yaxshi bo'lib ketgan-ku hozir. Ukam haqida unaqa dema. Nega aytmayman? Aka, hozir sizga lakas tashiyman-da, o'sha yerga tez keling. Xo'p. Tezroq faqat. Hozir boraman. Hop. Ukam, tinchlikmi? Vahima qilib chaqirdik. Assalomu alaykum. Tinchlik aka. Issiqda Matizda qiynalib ketgan bo'lsangiz kerak aka. Mana shu mashinani bitta ko'ring. Matizku egasi olib qo'ydi. Bunga pul qayda? Shuncha yil Matizda kira qildingiz aka. Endi shu Jack G7 mashinasi sizga. Bunda bemalol biznes tariflarida ishlasangiz bo'ladi. Ukam, bu mashina Bizdan Jack Jet xarid qilganingiz uchun rahmat, tabriklaymiz. Bundan tashqari bizdan mashina xarid qilganingiz uchun barabanimizni aylantirgan holda turli xil sovg'alar yutib olishingiz ham mumkin. Shu mashina sizga aka. ukam. Qanaqa qilib to'layman bu mashina pulini? Xavotir olmang aka, puli to'langan. Pasportingizni bersangiz, nomingizga o'tkazib berishadi. Siz shuncha menga qilgan yaxshiliklaringizni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Keling, aka, nima qildi? Oybek qani? To'ydan oldin qarz oluvdi. To'ydan keyin qilib beraman deb yo'q bo'lib yuribdi. Aka, sal o'zingizni bosib oling. Uyda odamlar bor, jahllari yomon. Kim hal qiladi bu ishni hozir? Men hal qilaman, aka. Necha pul qarzi bor? 500. Mana 200 aka. Qolganini kechga chiqib beraman. Aniqmi? Ukam, hali zo'r bo'lib ketasan. Kelinning oldida xijolat bo'lib yurma. Kiyimlarimni tayyorlab qo'ydingmi? Siz qilgan yaxshiliklar oldida bu mashina nima bo'pti aka? Yaxshiliklarga haydang. Yuring endi bitta barabanni aylantirib ko'raylik. Nimadir chiqsa, kenayimga olib ketasiz, xursand bo'ladilar.